Bitta ekzemplarni o'shanga 5 ta. Pechatli olmaysizmi? Ha? Qani pechatli olmaysiz? Yo'q, pechat olmaganman rostdan. Yo'q, eski pechat qol kimda? Oldingi raqamda. Raqamni telefon bilmaysizmi? Telefon qilaman. Bo'lmasa raqam akani chaqiring. O'zlari qabul qilib bersin. Bu eski chislo bilan. To'ppa to'g'ri. O'sha yaxshi bo'ladi. Ayting menga nomerni, yo'qsa o'zi chaqiring. Chaqiring hozir. Mana suv keldi. Allanay pechat bosmadan oqsoqollar. Bostirib oladi uradan pechat. Ular bosdi. Qani uchtasi bosdimi? Bu boshqa. Qarang, qani zibras qani ko'rsating? Ha, uchalarni bostiring. Ana qonun ishlaydi aka. Shunda 100 yor bo'ladi aka, shuni mehnatingiz. Oldi, uchovniki bo'ldi deb aytyapman-ku. Ya, mana bu oldi o'ttanaqa. Ayting, nomerni ayting. 97'lik. Bo'ldi, necha qo'ying? 97lik 738 200 738 738 Obka china bosdi. 85 60 85. 85. Ashulaga ketamiz. Bo'lay. Hay. Hozir suv olib borasiz oxirigacha aka. Mayli, mana sen ham birga yuraver shu bilan. Ha, biz ham elektrosетga narigini ulattirib olay, men tepan ishga tushirib olay, men ham mana shu yerdan o'zim kelaman. Mana ana kuni televizionni ko'rdinglar, men YouTube'ga chiqardim. Aytadi, bittasi kran olib ketdi, vodokanalga. Sizlar yo'qsizlar. Raqam chiqdi, mana yurtboshi mana qilib berdi, baraka topchi yurtboshini. Bularni sizlar ishlar u yoqqa urib yubordi. Sizlar qaqaryapsizlar aka, meni qiyasizlar. Ha, raqam aytadiki, oqsoqol. Bilsa bo'ldi. Mana deydi, mana bunaqa, deb bechara men mehnat qilib berib qol, ekskavator vodokanalga. Rahbochi, vodokanalga desam odam yo'q. Chaqirsa bo'lmaydimi? Falchga bo'lma, anaqa aytibdi prezidentimiz. Yo'q, unaqa qilmalarni, korrupsiyaga yo'l qo'ymalarni. O'zingiz ixtiyor qiling deyapti. Birov yeb kutmagan deyaptilar. Prezidentga topshirgan mashinada endi aslida. Shuni ixtiyor bo'lish kerak. Anaqa chiroyli qilib xalq bilan kelishgan holatda prezidentimiz yomon ko'rsatish kerakmi xalqqa? Yordamchingiz kecha kuni aytdi, ko'prik tagidan suv o'tmaydi, tiqilyapti. Ko'prik tiqilmagan ekan. Mana bu yoq ham borib ko'rdik. Mana suv o'tib kelyapti. Skvajinadan chiqqan suv hozir mashadan skvajinaning yonigacha 3600 metr. Bu yog'i necha metr hozir bizda? 1200 bo'lsa 3000 metrdan kelyapti hozir mana shu suv. 3000 metrdan mana shu suv yetib keldi hozir sizga. Endi buni pulga ishlatadimi odamlar? Pul anaqalar? Unisini endi kelgan xalqi Pul to'laydi bunga? Bu narsa deya olmayman. Yo'q, yo'q. Elektr energiyaga suv pul to'lanadi, suvga emas. To'qqa pul to'laydi. Buni pamoyimni mahalla raislariga o'zinglar fondinglar bor, shundan pamoyim to'lanmasa kerak. Shunaqa deb eshitdim. Bu xalqdan emas. Bu xalq kontrol qilmaydi ularni. Kecha ko'rdim. Ishdan sir yo'q edi. Rahmat chaqirsa yaxshi bo'lardi. Ko'tarma, telefon ishlama. Har holda bosh Uyi katta. Mana pastda biladi, tushasiz, mana o'rtaga o'tkazasiz, birga yurasiz. Men hozir tepani qattiq hujjat qildirib olay, men kelaman. Bugun qo'l qo'yish kerak, hududsi yo'q ayting. Mana muammosi bo'lsa aytinglar. Majburlab qo'l qo'yib yo'q. Suv oqib o'tib ketsa territoriyangizda qo'lni qo'yib bering aka. Biz ham qiynalamiz, mehnat qildik. Mana ular ikkidan o'tdi suv hammasi muammosiz qo'l qo'yib berdi. Endi Alloh tomon o'qish kerak edi. Nima deydi bu? Bering bitta. Shuncha metr semon qilindi. Mana suv ochildi, suv ketyapti. Bo'ldi, o'sha xolos. Hozir semonga tekshiradigan- nimadir ketganlar yozilganmi? Yo'q, u narsani yozmaydi. Sizlarga yozmaydi. Yo'q. Prokurator adlini tekshiradi. U narsani sizlarga yo'q, u narsani yozmaydi. Bu narsa sizlar ham. Mana o'rganib chiqing dalolatnomani. Biz qilgan ish, metri bor bu yerda. Siz tekshiradigan bitta narsa, samimiy qilsangiz mana bu narsani ko'rasiz. Buni yozib qo'ygan mana. Tak. 753 nima? Tuproq qazishi, metan ishlari. Mana 180 metr. Mana uzunligi 180 metr. Qatdan qatgacha bu 180 metr. Yo'q, ko'prikdan oxirigacha. Oxirigacha borasiz. Hisoblab. Buni narigi bilan hisoblagan necha metr oshiqcha? 1.1225 metr qiladi. Oshiqchasi bilan qiling. Bo'lsa 1180 metr. Ha. Ataq yerda oshugi bilan qiling. 1200 qancha? 1220 metr. 1220. O'lchab yozib ketishgan. 1 2 3 deb yozib ketgan. Aqllilar chaqiring. Chaqiring, yordamchingizni chaqiring. Eng zo'ri ana bu. Hokim yordamchisi kelsin. O'sha qabul qilsin, suvni ko'rsin. Kechacha ko'p gaplarni gapirib yuborganda o'sha bola. To'g'ri, mana shunaqa qilyapti. Shikoyatchisi sizlar ustiga tushadi, mana hozir. Qonish yo'q, nima? Sherdan, sherdan. Agar bo'lmasa, zam hokimni chaqirasiz. Ulug'beyni, yo o'tkirni kesib o'zlari qabul qilsin.
To'ppa-to'g'ri. Ertaga sho'rchi bilan bo'ladi. To'ppa-to'g'ri, yashang yana. Baraka topinglar. 24 soat suv beriladi bugun bo'ldi. Tekin suv. Tekin keyin pulli bo'ladi. Hozir suv ham yo'q o'zi. Balchiq ichishadi buni bechalar. Yo'q. Ha. Tiniq chiqib yo'l bo'yi Ha, bu yerdagilar nima oladi? Bu yerdagilar hozir tinib keladi kelgan. keladimi? Ha, qarang, odamlar xafa bo'lmasin endi. Men betarafman, bilasiz, u yoqqa ham o'tmayman. To'g'riga olib borib. Kelyapti. Faqat hozir mana buni tegib, Mana- loy tuproq hammasi yuvib kelyapti. Kelsa hammasi oqsoqolga olishadi. Ne unaqa qilib, ne qabul qiling deb urishadi. Shunaqa qilib, mana shikol tushyapti-da, oqsoqol. Ana bittasi ularda sim pul qo'yish kerak emas ekan. Bularga simlari qanday yondishsa aytyapti, shikol tushyapti-da. U yerda yorilib ketadi-yu dabdala deyapti. Odam xalq aytyapti-da. Endi men xalqni yonini olaman baribir. Keling. Bular akitga qo'l qo'y deyapti menga. O'shanga bir kelingda. Suv keldi mana, ko'prik tagiga keldi. Aha. O'shanga bir men bitta Rahim akaga telefon qilsam, yo'q. Anu zam hokimga qo'ng'iroq qilsam, yo'q. Ja bo'lmasa siz keling, yonimda turing. Hozir bular qo'l qo'y picha. Qo'l qo'ymayman, shu oyoqqa bormayapti. Xo'p, Borsin, suv borsin, suv oqib. hop. Bular yo'qmas, tomondan orqaga. O, anta, o. Naridan ikkita xonadon bor, anu Nizom aka degan odam o'ydan. O'tdan suv u yoqqa yurmaydi, orqaga qaytarib ko'rasan deyaptilar. Suv yuradi shu yoqqa ko'rib qo'ygan. Ha? Yuribdimi? Qaranglar, bir bilan shirin gapirmani ertaga ko'zga tushadi. Mehnatli odamsiz, mehnat qildinglar, baraka top. Men mehnatni yaxshi ko'raman. Men biron hech birini qondirmagan, yomonlik qilmaganman. Endi biz faqat shu mehnat qilaylik-da, shu oqlab ketsak. Mana bunga osonama bu bitta xalq ustida bir hokim deb o'tdi, mahalla oqsoqol. Bunga xalq kelib ezib qo'ysa, buniki voy men bunaqa yurmaydi, bechara, yangi bo'ldi bu ham. Bursaga borsa bo'ldimi suv? Aka, menga Oxiriga borsa bo'ldimi? oxiriga borish kerak. Bo'ldi, tamom. Yana nima? Keyin oxirida meni mahallamdan o'tgandan keyin u yoqqa fermerlar metriga men qo'l qo'yib beryapmanmi? Nega? Proyekt bo'yicha shunday. Bu narsani siz ham hech kim o'zgartira olmaydi. U mahallanidan chiqib ketgan-ku, ularga Farqi yo'q. tadbirkorlik qo'l qo'yish kerak-ku. Aka, proyekt bo'yicha mana yonarida mana shu nom bilan bitta proyekt qilingan, shu proyekt bo'yicha qilingan. Bo'ldi. Uni hokim yordamchingiz ham 50 marta aytdi. O'zi foydalangandan to'lash kerak suvga haqini. Foydalangandan to'laydi. Shunday qiyin ekan. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati Qibray tumani yonor qilib turibmiz. Oqsoqollar mana bu yerda ishchilar bilan turibmiz. Hop, o'zingizlar muhokama qo'yib, o'zingizlar savol javob qilishib, o'zingizlar fikr bildirasizlar. Bizning hech qanaqa yo'q, yaxshi yuringlar. Suv ravon yurib, ular aytganlaridek svetida ko'rsatilgan metrgacha yetib borib, qoniqarli namunaviy bo'lsa, mayli qilingan ish ko'z yummaymiz, qo'l qo'yib beramiz. Lekin mana bu suv ancha borib yarim yildan orqaga qaytsa, bir xil treshini joylardan kirib ketsa, pastraga unga qo'l qo'yib berishga juda qo'rqaman. Yo'q, bo'ldi. Suv oqishini ko'ring, uzunligini ko'ring. Sizga pul qo'shib bermaysiz, bilamiz. Bor, 10 tiy bera olmayman. Sizlarga omad, salomat bo'linglar. Xo'p, oqsoqol sizga ham, ishchilarga baraka to'mayin akilda ishlasak, xudo o'zi bir yoqdan bosh chiqarsak, ilova bo'lsa mana ko'p joyda mana asfaltlarni shuncha qilishga urib qo'yat yonida-da, bittadan urib qo'ysalar bo'lmagandir, ishlash qilib, shu simni ham qo'shib yuborsa bo'lardi, shu pul qilgan odam xomiy bo'lsa, chetlar butun umr ketadigan narsa edi, agar bitta mana. Ko'pchilik tepadan shikoyat qilyapti, nima, qo'yilasam ham, bular yonni olamasam, ishchilar yonni ololmay qolman-da. Ha, yon semoniyo anaqa plan ham qo'ymagan, biz uni teshib kirib ketyapti, suvlarda shikoyat qilyapti-da, endi men shikoyat qilsa ilojim bor, yana shuni chiqarib berish to'g'ri keladi-da. Mayli, e'tibor uchun ming rahmat, taninglar sog', umrlar uzoq bo'lsin.